Bratallar, endi chexolchiga avtomobillarni berib 10 kun, 15 kun kutish shart emas. Qaranglar, L9 dizayndagi chexollarimiz yetib keldi. Xullas, ideal tarzda, ko'shalari ham natural, chiroyli ko'shadan, kombinatsiyalarga, strochkalarga e'tibor berib, chiroyli tikilgan. Sizlar uchun maxsus. Buni pol avtomat mashinasiga tashlab, bemalol yuvib, yana qaytadan toqib yurishingiz mumkin. Endi men buni sizlarga naborlarini ko'rsataman. Xo'p, ke do'stim. Torpeda chexoli. Xolisini mana bu rangi man joyga olib beramiz. Bemalol strochkalarga baho berib, xohlagan dizaynni qo'yib berishingiz mumkin. Torpeda chexoli ketdi. Qaranglar, rol chexoli. Sal effektivni, ya'ni nima deydi, semizroq yoki bo'lganda mana ushlaganingizda chiroyli turishini istaganlar uchun mana bunaqa dizayndagisi. Ingichka, nechta bo'lsin deganlarga tikma rol chexolimiz. Ichida tikib beriladi. Hammasi ketdi. Bu yoqqa kel do'stim. Mana bu ashkasini qaranglar. Xullas L9 ichida yurganlar bo'lasizlar. Rangi juda ham hozir moda bo'ldi, liboy joyda. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Yeslicha ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Mana bunaqa Tiffany rangdagi kombinatsiyalangan holatdagina ham topib berishimiz mumkin hamma naborni. Bu yoqqa ber do'stlar. Qaranglar. Eng qizig'i kalonkasi ham bor. Oldi eshiklariga ham bor. Xuddi shu rangda. Bet ham shu rangda. Telefon postavkasi, bonusi tarzda shu rangda. Asli ham sizlar uchun maxsus.